أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum sabahdaşlar. Hazır dersimizni başlaymiz. Bugün sel kompüterim yaxshi ishligimni sal vaqt qoldim. Kechiringlar. Bugungi dersimiz yani maf'ulu mutlaq. Yani shartsiz to'ldiruvchi deymiz. Yani maf'ulu mutlaq haqida bo'ladi. مفعول مطلق المفعول مطلق اسم منصوب من لفظ الفعل أي مصدر يذكر معه لتوكيده أو لبيان نوعه أو عدده. Demek mef'ul mutlaq degan nima o? Qandaq narsani mef'ul mutlaq deymiz. Yani hech qandaq bir qayd qilinmagan, bir narsaga bog'lanmagan, shartsiz bo'lgan mef'ul degan bo'ldi. Bu qandaq so'zni şu mef'ul mutlaq deymiz ise mef'ul mutlaq ismun, yani mef'ul mutlaq degan isim, u fe'l yoki harf, o mef'ul mutlaq bo'lmaydi. Birinchi sharti chuqur isim. Mansubun, yani mef'ul mutlaq nasb qiladi, yani tushum ishlab keladi demakchi mansub. Min lafzil fe'l, uchinchi sharti chuqur fe'lning lafzidan keladi. Yani mef'ul aşı o'zidan omil bo'lgan fe'lning lafzidan keladi. Masdarun dişe pilning labzidan pilning masdirdan keladi demakchi. Aşı o'zining oldidagi pilning masdiri maf'ul mutlaq bo'lib keladi. Yuzkaru ma'ahu, u maf'ul mutlaq shu masdar bo'lib kelgan maf'ul mutlaq shu pil bilan birga so'zlanib keladi. Limaza? Li tawkidil fe'l. Sharkatni pilning sharkatni ta'kidlab turish uchun aw li bayan naw'i, yoki sharkatning turini bayon qilish uchun yoki sharkatning qitim sonini bayon qilish uchun keladi. Unda bo'lsa, maf'ul mutlaq bo'lish uchun birinchi chuqur ism bo'lish kerak ekan, ikkinchisi nasb qilish kerak ekan, uchinchi chuqur fe'lning lafzi bo'lgan masdardan kelish kerak ekan. 3 shart tepilsa ham bir so'z maf'ul mutlaq bo'ladi ekan. Endi shu 3 shart tepilgan shu maf'ul mutlaq işte nima uchun keladi jumlada deganda yuzkar ma'ahu li tawkidil fi'l aw li bayanil fi'l aw adadil fi'l. Şirkatni ta'kidlash uchun yo shirkatning navini bayon qilish uchun, qatim sonini bayon qilish uchun kelgan. Kelishdan bo'lgan maqsadi shu ekan. Unda biz buni misoldan ko'raylik. Maf'ul mutlaq degan ta'kid uchun ya navini bayon, shirkatning turini bayon qilish yo qatim sonini bayon qilish uchun fil bilan birga so'zlanib keladigan filning masdiridan tushum qilishab keladigan ism dedik. Mesela hafiztu derse hifzen desek, ben dersni chuqur yaqladim. Dersni yaqlaganligimda shak yo'q demek. Hafiza fi'l tu fa'il, ad-derse maf'ulun bi. Hifzen degan mushariki söz, mana bu maf'ul mutlaq. Endi bayonki shartlar tepilamdimi shuningda degan bir savol chiqdi. Birinchi, hifzin ism. Bu ismning alomati bor. Tanvin o'qilish ismning alomati. Buna hifzen tanvin qilibdi bu ism. İkincisi mansub, nasb qilgan. Üçüncüsü filning labzi, ya'ni filning masdirdan keldi. Hafiza yahfazu degan fildan keldi hifzan. Endi nima uchun keldi? Mishari yuzkara ma'ahu li tawkid aw li bayanan naw aw adad. Mishari nima uchun keldi? Maf'ullar kasi 3 maqsadni birini ifodalash uchun keldi ekan. Qaysi maqsadni ifodalash uchun keldi deganda maf'ul mutlaq mishada ta'kid uchun kelgan bo'ladi. Hafiztu ders hifzan, men darsni haqiqatan yaqladim. Yine bu cümle nimaga tenglasak, innama hafiztu dersa degan bilan o'xshaydi. Hafiztu dersa hifzan bilan innama hafiztu ad-dersa degan ikkisi ma'nosi o'xshaydi. Hifzan mishada filning tavkidil fil degan harakatni ta'kidlash uchun kelgan maf'ullar. Hozir harakat yodlash degan harakatni ta'kidlab kelgan. Çünkü hafiztu dersa hifzan deganda harakat nima? Hifz qilish, yaqlash degan bir ish harakat va ana shu ish harakatni
ta'kidlash uchun kelgan bo'ldi. Yajma'ul fallahu al-qutl jam'a. Dehqon paxtalarni haqiqatan jug'layotdi. Dehqon haqiqatan paxta jug'layotdi. Uning paxta jug'layotganligida chuqum paxta jug'layotdi. Innama yajma'ul fallahu al-qutl degan ma'no. Jam'an mishada filni ta'kidlash, sharkani ta'kidlash uchun kelgan, maf'ul mutlaq qilib pataran tushuntirishlar kelgan. Yana bir misol, aslidagi misol qolsak, sirtu sayran hasana. Men güzel mangdim. Yoki sirti hasanan sayra. Sanna chiroylik mangdim. Men sirtu yoki sirta yoki sirti bo'ladi. Chunki siz chiroylik mangdingiz yoki men chiroylik mangdim degan bo'lsak, sayran mishada maf'ul mutlaq mubayyin lin-naw'. Sharkatning nav'ini bayon qilish uchun kelgan. Yine bu yerda bir sir degan mengishdan iborat bir sharkat var. Mengishdan iborat sharkatning turi nima desa, mishada chiroylik manganlikni ko'rsatmoqchi. Yudabi ash-sha'bu an hurriyatihi difa'al abtal. Xalq o'z erkinligini qahramonlarcha qo'g'diyotdi desak, mishada difa'al abtaldagi difa degan maf'ul mutlaq sharkatning turini bayon qilish uchun kelib fatalan nasb qilingan. Xalqning hurriyatini, o'z erkinligini qo'g'dishganlarkan qahramonlar ekan nav'ini bayon qildi. Üçüncü turdagi misol darabtu salat darabat. Men uni 3 qatim udum deganga o'xshash. Mana bu maf'ul mutlaqningki turlarini izlasak hammasi ichida chiqib turadi hozir. Unda da maf'ul mutlaq kelganda yoki mushu nimadan keladi? Birinchi savolimiz maf'ul mutlaq nimadan keladi? Maf'ul mutlaq filning labzini masdardan keladi. İ'robi qanday qiladi? Nasb qiladi. Nima uchun keladi? Maf'ul mutlaq nima ishga keladi desa, 3 xil maqsadning biri uchun keladi. Tavkidul fe'l, ay tavkidul haraka, harakatni ta'kidlash uchun yoki harakatning turini bayon qilish uchun yoki harakatning qatim sonini bayon qilish uchun keladi. Unda da 3 maqsadning biri uchun keldi ekan. Qanday chaqda tavkid uchun keladi? Qanday chaqda bayonin nav'i uchun keladi? Nav'ini bayon qilish uchun. Qanday chaqda qatim sonini bayon qilish uchun keladi? Buni qanday araymiz desa, buni bir qil araydigan yerlar bor. Birinchi, maf'ul mutlaq muzab bo'lmasa, maf'ul mutlaq muzab bo'lib kelmasa, difa'al abtal deganga o'xshash. Yoki maf'ul mutlaq sifatlanib kelmasa, sayran hasanan deganga o'xshash. Sifatlanib kelmasa. Ya'ni maf'ul mutlaq nima bo'lib kelmasa do'q? Maf'ul mutlaq muzabmi bo'lmagan bo'lsa, maf'ul mutlaq mavsufmi bo'lmagan bo'lsa, maf'ul mutlaq maf'ul masdar marra yoki masdar hay'idin kelmagan bo'lsa, qatim sonini bildiradigan masdardan yoki sharkatning turini bildiradigan masdardan kelmagan bo'lsa, ham u maf'ul mutlaq tasni jam'i bo'lmagan bo'lsa, bu chog'da maf'ul mutlaq ta'kidlash uchun kelgan bo'ladi. Tavkid uchun kelgan bo'ladi. Yana bir qatim deb qo'ya. Maf'ul mutlaq ta'kidlash uchun kelish uchun, ta'kidni ifodalab kelish uchun innama haqiqatan shaksiz chuqur degan ma'ni ifodalaymiz. Shuna ta'kid uchun kelganda, mushundaq ma'nini ifodalab kelish uchun birinchi maf'ul mutlaq muzab bo'lmasin, ikkinchisi maf'ul mutlaq mavsuf sifatlanmasin, üçüncü maf'ul mutlaq masdar hay'a yoki masdar marradan kelmasin, hay'ani bildiradigan yoki marra qit sharkatning qatim sonini bildiradigan maf'uldan masdardan kelmasin. Dördüncüsü o maf'ul mutlaq tasni jam'i bo'lmasin. Tasni bo'lib kelmasin yoki jam'i bo'lib kelmasin deymiz. Demak, mana shunday chaqda maf'ul mutlaq sharkatning qatim sonini bayon qilish uchun kiradi. Mesela hafizdu dersi hibzan desak, mana bu shu shaylardan chiqadi. Shu tasniya emas, jam'i emas. Yoki muzab emas, yoki mavsuf emas. Yoki hay'ni yoki sharkatning qatim sonini bildiradigan mundaq masdardan emas, bu chaqda chuqur ta'kid ma'nosi bo'lib kelgan bo'ladi. Üçüncü sirtu sayran hasana deganga misol qarasak, anda qanday chaqda nav'ini bayon qilish uchun, sharkatning turini bayon qilish uchun keladi.
Qanday çağda dese, birincisi mef'ulun mutlaq sübetlense, sırtı seyren hasenen. Sırtı seyren ise men hakikaten mağdım diyen budur. Sırtı seyren hasenen bolsa men güzel mağdım, çıraylık mağdım diyen bir mana çıkdı. Onda da hasenen siren diyen mef'ulun mutlaq hasenen bilen sübetlendi. Yani ta'kidine nev'de bayan için geldi. İkincisi yudabi şa'bu an hürriyeti diba'an ebtal. Halk öz erkinligini kahramanlarca qoqdaydı, müdafiə qılıdı desek, kahramanlar müdafiə qılğandek müdafiə qılıdı desek, müşerret dipa ya mef'ulun mutlaq şerkenin nevini bayan qilish üçün kelgan muzaf qılab kelganlik üçün. Yoki mef'ulun mutlaq unda qılab kelmay, nimulab qolgan bo'lsa, mef'ulun mutlaq masdar hay'a shaklida kelgan bo'lsa, fi'lat vazni bilan kelgan bo'lsa, bu chog'da mef'ulun mutlaq yana ta'kid uchun shu hay'a nevini bayon qilish uchun kelgan bo'ldi. Masalan, yajlisu Abdullah jilsatan. Abdullah bir xil o'ltadi. Yoki yajlisu jilsan bir xil bir turda o'ltadi, jilsa fi'lat vaznida kelgan bo'lsa, buni hay'atni bayon qiladi. Masalan, jalatul jilsata talib, men o'quvchi o'ltirgandek nima qildim, o'ltadim deganga o'xshash. Yoki ashada jilsatan deb kelsin bo'ladi. Mana bu chog'da maf'ulun mutlaq nev uchun kelgan bo'ldi. Qanday chog'da adat uchun kelgan bo'ldi desa, maf'ulun mutlaq tasniy bo'lib kelsa, yoki jam'iy bo'lib kelsa, yoki vahdatni ifodalaydigan tavlan kelsa, birlikni ifodalaydigan vahdatning ta'siridan kelsa, yoki tasniy bo'lsa, yo jam'iy bo'lsa, bu chog'da maf'ulun mutlaq yoki sallo bilan kelsa, salas darabat deganga o'xshash, bu chog'da maf'ulun mutlaq mana shu adatni sanni ifodalash uchun kelgan bo'ladi. Qad yanubu anil maf'ulun mutlaq ma yadullu alayhi. Ba'zida maf'ulun mutlaqni bildirgan narsalar naib bo'lib keladi. Maf'ulun mutlaqning o'zi kami maf'ulun mutlaqqa dalolat qiladigan, ya'ni maf'ulun mutlaqqa mushu uqtib turadigan ba'zi so'zlar uning o'rnida keladi. Shuning qatoridan birinchi kullu ba'zu labzillari shu maf'ulun mutlaq masdarga, filning masdariga muzaf bo'lib kelganda bu chog'da niyobi maf'ulun mutlaq bo'ladi. Ya'ni maf'ulun mutlaq naibul maf'ulun mutlaq da maf'ulun mutlaq bo'ladi. Bu naibul fa'il deganga o'xshaydi. Naib maf'ulun mutlaq keladi. Birincisi an-na'tiya bi labzi kulli aw ba'd mudafayni ila al-masdar. Maf'ul masdarga, filning masdariga muzaf bo'lgan holatda kullu va ba'zi yoki ba'zi so'zni keltirganligimiz. Masalan, ahtarimuhu kullal ihtiram. Ma uni butunlay hurmatlayman. Ma uni butunlay hurmatlayman desa, ahtarimu fil fa'ilana va maf'ulun bi kulla maf'ulun mutlaq va muzaf, ihtiram mudaf ilayhi. Ihtiram ihtarama yahtarimu degan filning masdariga kullu muzaf bo'lib keldi. Bu chog'da naibul maf'ulun mutlaq deymiz. Kullu maf'ulun mutlaq mansub bil fatha. İhtiram mudaf ile mecrur bil kesra. Naib maf'ulun mutlaq. İkinci misal ataraddadu alayhi ba'd at-taraddudi. Ataraddadu alayhi ba'd at-taraddudi. Men onunga bir az shaklanıvatıman, ikkilanıvatıman, taraddud qılıvatıman. Biraz shaklanıvatıman, ikkilanıvatıman, men onun qarta biraz ikkilanıvatıman desek mi şöyle ba'd at-taraddud, bunu naibul maf'ulun mutlaq. İkincisi en-na'tiya bi muradifin lil masdar. Maf'ulun mutlaqning ma'nodash so'zlarini keltirimiz deydi. İkincisi naib maf'ulun mutlaqlash uchun maf'ulun mutlaqning naib, ya'ni shu maf'ulun mutlaqlash uchun ikkinchi yo'li nima desam, masdarining muradif so'zlari. Masalan, jalastu julusan desak, mana haqiqatan o'ltirdim desak, jalastu qu'udan deganga o'xshash. Maf'ulun mutlaqning masdari bo'lsin bu. Naib bo'lsin bu. Mana ma'nodash bo'lgan bo'lsa, naib maf'ulun mutlaq deb ataladi. Masalan, dafa'tu habzan. Ma uningga chuqum ba'd desak, habz degan bu dafa'tu ba'd yoki dafa'tu habzan. Ma uni chuqum ittirdim. Dafa'ni ittirish degan ma'nosi bor. Habzan degan ittirish degan bir ma'no keldi. Buni mishada muradif, ma'nodash demak, dafa'lan habza ma'nodash bo'lgan. Üçüncüsü
En-na'tiye bi sebetin mesder dedi. Mesderden murat mişedi mesderden murat mef'ul mutlak maksat mişedi. Biz mesderinin sıfatını keltirimiz, mesderini zikir kılmasını engep, mef'ul mutlakını keltirimiz, sıfatını keltirimiz, mef'ul mutlakını keltirmeyi. Bu şartda sıfatı mevzusunda naib bulaklıdır. Mesela tetevvurul hayatu sari'an. Hayat turmuş nade tiz terakki kılıvatıdır. Turmuş bek tiz terakki kılıvatıdır desek, mesela sari'an tetevvurul hayatu tetevvuren sari'an diye oldu. Sari'an tetevvuren diye mef'ul mutlakını ki sıfatı kelgen sıfat kirip mevzup eşeri taşlangan Arap dili sıfat sözde mevzup taşlansa buldu. Bu çağda bu naim mef'ul mutlak. Ve kad huzifel mef'ul mutlak tetevvuren ve nabe anhu sıfatuhu sari'an. Yani mişede tetevvur diye mef'ul mutlak taşlandı. Onun sari'an naib bırak geldi. Ve yu'rabu sari'an naib en mef'ul mutlak mensup bil feth. Mişede sari'anni biz sıfat demesinden naib mef'ul mutlak naib bırak gelgen söz olup fethelen düşünüp gelgen sıfır. Dördüncüsü, en-na'tiye bismil işare kablel mesder. Mef'ul mutlakın aldı da yine mesderini aldı falan. İsim işaretlerini keltirimiz bu cevabımın naib mef'ul mutlaklıdır. Ekremtuhu zâlikel ikrame. Me'unu ene aşunda hürmetledim. Zâlikel ikrame. Me'unu aşunda hürmetledim desek, bir zâlike ekreme fil tufâil ve mef'ulun bi zâlike naib mef'ul mutlak. İsmil işare olup zâlike ismil işare mebni alel fethe محلا منصوب لأنه نائب المفعول المطلق. الإكرام ذلك بدل. ذلك اسم إشارة مبني في محل نصب المفعول المطلق. إكرام بدل اسم إشارة بدل. فتولد شو بيشرح فيه. بينسى أن نعطي بما يدل على عدد المصدر. مفعول المطلق'ın adetlerinin sanığı dalalet kılmasını keltirimiz. Bunu bu naib mef'ul mutlaq'dır. Mesela qabeltu iddete merrat. Ben onunla bir neçe kıtım küreştim. Yine ben onunla köp kıtım küreştim diyen oldu. Küreştim diyen oldu. Kabeltu iddeti merrat. Bir şey ki iddeti merrat, iddet diyen söz naibül mef'ul mutlak. Es kabeltuhu mukabeleten kesireten. Kabeltuhu mukabeleten kesireten. Ben onunla köp kıtım küreştim diyen mani çıktı. Bunu demek naibül mef'ul mutlak demek. Ve kad yuhzafu fiil mef'ul mutlak. Endi adetli cümlede mef'ul mutlak pil taşlanıp mef'ul mutlak kıldığın ehvallar var. Bazı çağda mef'ul mutlak'ın pili taşlandı. Mef'ul mutlak kitap fikridir o. Ama pili çıkıp kaldığın ehvallar var. Mesela şunun katardan şükran değil. Şükran. Esu eşkuruke şükran. Ben sizge teşekkür eytimen diyen bu. Şükran diyen mef'ul mutlak amili taşlangan eşkuru diyen pil taşlangan. Kıyamen eskumu kıyama turunla diyen buldu. Kıyamen turunla diyen buldu. Kumu diyen fiil ve fail bunu taşlandı. Tahiyyeten tayyibeten ve ba'du desek men silni yaxshi tebrikleyme, sizlerge güzel tebriklerini tileyme, güzel tebrikleyme, silni yaxshi tebrikleyme desek neşede estu uhayyikum tahiyyeten tayyibe. Uhayyi fiil failene kum mef'ulun tahiyyeten mef'ulun mutlak tayyibeten onun sıfatı. Ente ibni hakka ma var mı bir cümle kurulma ma o. Mesela ente ibni hakka, ente ibni cidden diyen okşar. Sen benim hakikaten oğlum. Senin benim oğlum ikenliginde hiç kandak şüphe yok. Hiç kandak şek yok diyen buldu. Bana bir yerde ente mubta ibni haber ibni muzabit kelimesi muzabit hakkan ameli taşlangan mef'ulun mutlak olup cümlenin mazmununu tetkik çünkü. Yani hakkan ya da ameli taşlangan. Yani onu ameli miyken hakkan mef'ulun mutlak ve fi'l mahzub takdiru ahukkuhu hakkan. Hakka yahukku ahukku diyen fiilmiş ya da bunun ameli hakkan şu mef'ulun mutlak şu hakkan ameli taşlangan mef'ulun mutlak olup cümlenin mazmununu tetkikleş çünkü gendeyiz. Buna köp uçuraydı. Hakkan degan söz köp uçuraydı. Bu maxsus bir formula şekil har qanday chaqda nima uchun kelgansiz? Hakkan amil tashlangan maf'ul mutlaq cümle mazmun ta'kid uchun kelgan deymiz. Hada rajulun karimun jiddan bu
intayin isl er. Yoki bu intayin sehi er. Bu bek sehi er. Desek cidden intayin degan ma'no. Mishal cidden amil taşlangan mef'ulun mutlaq cümlenin mazmununu ta'kidlash uchun kelgan. Masalan, hiya cemiletun cidden deymiz. O intayin güzel degan o'xshash. Mishal cidden takdir yaciddu cidden. Yani cadde yaciddu degan keskin bo'ldi, astoyil bo'ldi, intayin inchki bo'ldi degan ma'noni bildiradi. Shunga bu yerda haza mubtada rajulun xabar karimun rajulun sifati cidden degan mef'ulun mutlaq. Ammo bu cidden degan mef'ulun mutlaqniki cidden degan mef'ulun mutlaqning amili bu yerda taşlangan amil taşlangan amili bilan qo'shilib bu haza rajulun karim degan jumlaning ma'nosini ta'kidlash uchun kelgan deymiz. Shunga cidden bu mutlaq mushlar tarkib qilib cidden amil taşlangan mef'ulun mutlaq qilib cümlenin mazmununu ta'kidlash uchun kelgan deymiz. Ve yine çıkıdığında başka mesela hadaral hafle cemi'ul amilin ve aydan el mudirul amma murasimge barlık işçiler katnaştı. Hem baş müdürümü katnaştı. Murasimge barlık işçiler hem baş müdürümü katnaştı desek hadaral el hafle mef'ulun bi cemi'u hafle هذا فاعل مضاف عامل المضاف وهربت أيضا المدير العام جميع عاملين قد بولدو وهذا الحفلة أيضا المدير العام هم şundakla baş müdürü qatnaştırsak mesela aydan amili taşlangan mef'ulun laqlub cümlenin mazmununu ta'kidlash uchun kelgan taşlangan fil ada ya'idu aydan. Amma bu aydan bu Arap tilida ba'zi chaqda aydun, ba'zi chaqda aydin deb kelmaydi. Ham mazi mudari ishlatilmaydi. Faqat maf'ulun mutlaq ishlatiladi. Bu nima uchun kiradi cümlede? Cümlenin mazmunini ta'kidlash uchun kiradi. Ana azhab ila suq aydan. Ma'an bazaq baraman deymiz ona. Ana azhab ila suq aydan. Ma'an bazaq baraman. Yani ashara aydan amil tashlangan maf'ulun mutlaq qilib cümlenin mazmunini ta'kidlash uchun kelgan deymiz. Yana bor. Yukafi'un nacihun yukafahu en-nacihun yukafa'u en-nacihun ve hususen el-mutefavviqin. Nacih utuq kazanganlar mukafatlanadi. Utuq kazanganlar nima qilinadi? Mukafatlanadi. Hususen munavverler mukafatlanadi. Hususen munavverler mukafatlanadi. Mesela hususen degan mef'ulun mutlaq amili taşlangan. Yine mef'ulun mutlaq taşlangan fiilning mef'ulun mutlaq bo'ladi taqdiri ahussu degan bo'ladi. Mutafavviqin taşlangan ash fiilning mef'ulun bih. Mutafavviqin mef'ulun bih mansub ya'ni ko'jil muzakkar salim ahussu degan fiilning mef'ulun bih mutafavviqin. Bu adetten ait köp uçuraydı bunda şu ahussu degan söz şu ani andil ahussu hususan kelse ahussu el mutafavviqin hususan mesela utuqadanlar mukafanında hususan munavverlerini demek. Ve de emsi mutafavviqun emes mutafavviqin men xas qilim men o mukafatlaşqa munavverlerini has kılıman degan mazmunda hususan munavverler adlan tercüme qilib tercüme jihatda. Şu an bu tercümege qarab lakan tarkib qo'yiladi. Xuddi oldingi kunda maf'ulun biz la nafizimizga la siyama o'xshash. La siyama deganda bulmi deb tercüme qilyapti qashonda. La siyama degan bu bo'lmasa bulmi degan ma'nosi nereden chiqadi? La degan yo'q degan ma'no chiqadi. La degan emas degan ma'no chiqadi. Siya degan yo'q degan ma'no chiqadi. Nafi ismat deb andil la degan nafi bilan siya degan ikki nafi birlashgandan keyin bu yerda musbat ma'no shakllanadi. Bu degan ma'no ifodalangan. Ma'no bu qasam shu nimiz qarab turib emas, iste'mol qilib ma'no ifoda. Yana bu subhanallah, alhamdulillah, mesela tasbih deymiz subhanallah, Allahu akbar ve Allahu akbar mudda xabar. Subhanallah, elhamdülillah mudda xabar. Ama Allahu akbar ama subhanallah şu mesela her namazdan keyin subhanallah zikir tesbih etimiz var edi. Muşu subhanallah'ın ki bu mef'ulun mutlaq.
Amil taşlangan mef'ul mutlaq. Usabbihullaha tasbihan degan ma'no. Usabbihullaha tasbihan. Men Allah'ını hakikaten paklayman degan ma'no. Usabbihu Allah'a tasbihan. Usabbihullaha tasbihan. Çünkü sabbaha yusabbihu bilin mef'ul mutlaqı tasbih çıkır. Tasbih. Şu subhane mef'ul mutlaq taşlangan bilin mef'ul mutlaqı takdiri usabbihu. Tasbih degenin ma'nosi nima? Tanzih, tabri'a, paklaş degan bo'ldi. Subhanallahning ma'nosi ubarriullah minesu bara'at. Men Allah'ını her qandaq yomonlikdan paklayman degan ma'noda. Bunu da şu usabbihullah Allah'a ben tasbih etaman desak, anda olsa bu usabbihullah tasbihan dediniz. Niyat tasbihallah emasken subhanallah ekan esa subhane degan söz ism masdar deymiz. İnşallah bu tafe bizning bu kitap nimaninki grammatikaning tunji qadami ibtidoiy bosqichiga chiqib biz murakkab qismiga o'tmadik. Demak, har bir darsda biz o'qiyotgan mush kitobning har birisida kengaytsak bu bir kunlik darsni musha bir qatimda o'qigan dars balkim biz kengaytsak bundan ko'proq vaqtni egallashi mumkin. Lekin men sizlarga ibtidoiy bosqich shaklida darsni so'zlayapman. Yine o'rtoqhol saviya emas dars. Yine tunji seviye, yani birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye asasda grammatikini asas kılsak bu o'rtacha seviye emas grammatikini. Tuvan seviye hisoblangachqa ba'zi gaplarni demayman. Subhanallah, usabbihu Allah'a tasbihan es-subhanana deyasak, subhana ismul masdar. Yani şu tasbihan degan masdarga ism bo'lib kelgan. Ism masdar deydigan bir gap bor. Bu ism fil degan o'sha ism masdar bor. Masalan, wudu tertamak degan bo'ladi wuzu. Lekin wuzu tertilish emas, tavazzuq ism masdar. Wuzu tavazzuq ism masdar bo'lib kelganda buni aytib ko'p uchraydi inshaalloh. Mana bu shuning bilan biz maf'ul mutlaq haqidagi darsimiz shundan oxirlashdi. Bugun darsni sal vaqtcha boshlab qoldik. Lekin maf'ul mutlaq nihoyat oz. Yine maf'ulun li ajlini o'qib saqlamdi ekan. Ana qilamiz. Javob inkas qaytaringlar. Misha to'xtandik yoki maf'ulun li ajlini o'qandik. Bir ifade bildiğine kadar ayınca bireylen okuyuldu de bireylen mişede toxtusaqdı de bir adam halqılıqlap qaldı hem dedi. Yani bir sonra binası desanlar oh o'qildigan ishga chiqdi mana. Asla men bugun maf'ulun mutlaqni, maf'ulun li ajlini, maf'ulun ma'ahni tugatmoqchi edim. Ammo afsus, hamma ish bo'yiga yerda chiqmay qoldi. Shunga bo'pti asl planim bo'yicha maf'ulun ma'ahga qilmoqchi edim. Ba'zanlar to'xtaydi degan sababdan maf'ulun li ajlini tugatib o'tili, maf'ulun ma'ahni to'xtaydi bo'pti. Lekin asli maf'ulun ma'ahni qo'ydik. O'quvatilar atak yeni bir ders kim bor kim yo'q Allohning bugun chiqib turgan shu kursda buni o'qib tugatdilar. Al maf'ul li ajli, maf'ul li ajli degan nima desa sabab maqsad to'ldiruvchi degan bo'ladi. Yani sabab maqsad to'ldiruvchi. Bu maf'ul li ajli deb keladi, maf'ul li min ajli deb keladi, maf'ul lah deb keladi. Uch xil atalg'usi bor. Maf'ulun li ajli, maf'ulun min ajli, maf'ulun lah. Arapça üçlü atalgı Uyghur tilida biri sebep maksat to'ldiruvchi degan bo'ladi. Ana da biz ko'ngan odatimiz bo'yicha birinchi savolimiz maf'ulun li ajli degan nima? Nimadan keladi? Nima uchun keladi? Maf'ulun li ajli nimalardan keladi? Nima uchun keladi? Yani qanday narsadan maf'ulun li ajli shakllanadi? Ve o kelganda nima maqsad bilan keltirildi desa maf'ulun li ajli ismun mansubun yuzkar ba'dal fi'l li bayan sebep. Maf'ulun li ajli degan ismun deydi. Ha, maf'ulun li ajli mikan ismken laysa fil wala harf. Mansub laysa marfu wala majrur. Yuzkaru qabla al-fil aw ba'da al-fil. Ba'da al-fil. Ha, maf'ulun li ajli filning oldida kelamdi. Pildin kin modisi, pildin kin kil. Maf'ulun li ajli
Pilning amilini aldır kelmeydi o. Çokum pil oğan amilden kin kelidi o. Nima uchun kelidi o? Li bayani sababini. Şirketinin sebebini, şirketinin yüz biriş sebebini bayan qilish uchun kelidi o. Buni qanday arvatgan bir alameti bağımlısı ba? Yaqa'u fi cevabı lima o limaza? Lima ve lima yak limazanın cevabı da kelidi. Şerk lima hadesel pil. Şirketinin nima uchun yuz berganligining javobi kelidi. Lima hadesel fi'lu şirketinin nima uchun yuz berganligining javobi kelidi. Onda bo'lsa xo'sh, yana bir qatim maf'ul li ajli şirketinin nima uchun yuz berganligini ifodalaydigan limaning javobi kelidi dedik. Hamda maf'ul li ajli ismun mansubun yuzkar ba'da li bayani sababi desak, maf'ul li ajli şirketinin sebebini bayan qilish uchun tildan so'zlanadigan, tushuntirishlar qilinadigan ism dedik. Biz bu ishlarni bir nima qilsak, maf'ul li ajli bo'lishning birinchi sharti ism bo'lish kerak, ikkinchisi nasb o'qilish kerak, uchinchisi cümlede qanday yarkilish kerak, tildan kinkasi bo'ldi. Ammo fa'ilning oldida kasi mayli, fa'ildan kinkasi mayli, faqat tildan kinkilish kerak. Xuddi fa'il nimadan kinkasi o'tdi? Fa'il tildan kinkasi bo'lganda o'xshash bu tildan kinkilish kerak. Nima uchun kelgan? Kelish muddaosi nima ekan? Sabab bayon qilish uchun keldi. Masalan, tusrafu yoki tusarraful mukafatu tashji'an lil amilin. Mukafatlar işçilarni canlandırış uchun sarf qilinadi. Mukafat sarf qilinadi. İşletiladi, tartibli sarf qilinadi. Nima uchun? Tashji' canlandırış uchun. Kimni canlandırış uchun? İşçilarni canlandırış uchun tartibli. Mukafat tarqitirish muddaosi nima ekan? İşçilarni canlandirish ekan. Anda tashji'an meshani maf'ulun li'ajli. Birinchi shart ismmi? Ism. Nasb o'qildimi? O'qildi. Tildan kin keldimi? Keldi. Nima uchun keldi? Şirketning sababi bo'lgan canlandirish maqsadini ifodalash uchun keldi. Tamam. Endi undan boshqa nurg'un gaplari bor buning. Maf'ulun li'ajli maf'ulun bir so'z maf'ulun li'ajli bo'lishi 5 tane shart keladi. Bu şart 5 şartni bu yerda so'zlamaydi. Biz shuni so'zlamay o'tib ketamiz. Endi maf'ulun li ajlimu, maf'ulun li ajli sarih, maf'ulun li ajli g'ayri sarih deb ikkiga ham bo'linadi. Hadra Aliyun ikraman li Muhammadin. Ali Muhammadni hurmatlash uchun keldi. Hozir bo'ldi desak, hadra fil Aliyun fal ikraman maf'ulun li ajli li Muhammadin ikraman degan maf'ulun li ajli bo'lgan masdarning maf'ulun bi g'ayri sarih. Usamihu sadiqa muhafazatan ala sadaqatihi. Men dostumga keng qursaqlik qilaman. Usamihu sadiqa. Men dostumga keng qursaqlik qilaman. Limaza? Uning do'stligini saqlab qolish uchun. Uning do'stligini muhofaza qilish uchun, do'stligini saqlab qolish uchun dostumga keng qursaqlik qilaman desak, o'sha muhafazatan maf'ul li'ajli. El-aslu fil maf'ul li'ajli en yekunu mensuba. Maf'ul li'ajligi asli tüp qoida fata o'qilish, nasb o'qilish, shumkilishlar qilish asli tüp qoida. Ve yecuz jarruhu bil lam ve gayruhu. Uning lam bilan zir o'qilishimi durust. Xuddi lam bilan zir o'qilishi durust bo'lganga o'xshash, ba bilan zir o'qilishimi durust. Hatto fi bilan zir o'qilishimi durust. Qutila Muhammad fi zanbi deb biladi. Qutila Muhammad fi zanbi. Muhammad mesela bunu aynı cihetine oturdu. Xuddi kab bilan kasım bo'ladi. Uzkurullaha kema hadakum. Allah sizlarni hidayat qilganligi uchun Allah ko'p aslanlar deganga o'xshash. O çünkü lam debdi. Demek lam mı kasım bo'ldi, qanday illan ifodalaydigan har qanday harf jar bilan kasım bo'ldi. Yajuru jarhu bil lam au bil lam demek bir harf jar desak yaxshi. Shunga maf'ul li'ajlining zurqlishi durust. Sebep maksat ifadelaydigan harf-i jarlar bilan keladi. Wa hina izin la yu'rab maf'ul li'ajli. Şu çağda o maf'ul li'ajli deb i'rob berilmaydi, bal yakun al-jar wal majrur mutaalliq bima qabla. O çağda o oldidagi so'zga aloqador bo'lgan jar majrur deb qaradi. O çağda o jar majrur harf-i jar va majrur degan harf-i jarning zurqlig'uchisi, oldi qo'shilg'uchi qabul qilg'uchi, o'zidan oldingi so'zga mutaalliq deb maqsad qo'yiladi.
Ben bayam sizge dedim go, mef'ulun li ecli ikkiga bo'linadi. Mef'ulun li ecli sarih, mef'ulun li ecli g'ayri sarih deb chiqadi. Xuddi mef'ulun bihi ikkiga bo'lgandek, mef'ulun bi sarih, mef'ulun bi g'ayri sarih. Onu mu demeyi deb ketgan sizga? Mef'ulun bihi nima? Mef'ulun bi sarih va g'ayri sarih deb ikkiga bo'lmadim. Bunu mu deb ağzımda chiqib deyotdim shu. Ben oldi deb ekanman deb o'tay. Mef'ulun bi sarih va g'ayri. Unda o'zi mef'ul savol kelib chiqdi deb berdim. Mef'ulun bi sarih va g'ayri sarih deganiki nima degan gap bu? Mef'ulun bi sarih degan nima degan gap? G'ayri sarih degan nima degan gap bo'lsa? Sarih uchuq degan ma'noda. G'ayri sarih uchuq emas degan ma'noda. Unda o'zi mef'ulun bi sarih uchuq mef'ul. Mef'ulun bi g'ayri sarih uchuq bo'lmagan mef'ul. Nimasi uchuq, nimasi uchuq emas desa, mef'uliyetlik alomati uchuq kelgan, mef'uliyetlik alomati uchuq kelmagan degan bo'ladi. Masalan, misal qalayli. Tusraful mukafaatu li tashji'il amilin, li tashji'il amilin. Mukafat ishchilarni jonlantirish uchun tarqitib beriladi. Sarf qilinadi. Hadra Ali'nin li ikrami Muhammadin. Ali Muhammadni hurmatlash uchun hozir bo'ldi desak, nishada li ikram abiyam tashji'anda atubli yurda tashji'an nasb qilgan va ikraman nasb qilgan. Bu jadul maf'ul li ajli degan. Hozir mi yadaydi li ikrami Muhammadni jari majrur hazrak alaqadar bi tashji'il amilin jari majrur muzaf bilan tusrafiga alaqadar demamiz deydi. Ya bunu maf'ul li ajli g'ayri sarih desak bo'ladi. Mef'ul li ajli g'ayri sarih degan nima degan bo'lsa, mef'uliyatlik alomati bo'lgan fatha uchuq kelmagan degan bo'ldi. Tashji'an desak mef'ullik alomati fathadir. İkramen desek de bir cümlede mesela adra aliyun ikramen li Muhammed desek adra fil aliyun fal ikramen mef'ulun li ajli mensub bil fathade. Şümkün işlep gelgen şümkün alameti fatha. İkramen mef'ulun li ajli mensub alametin nesbi el fatha deb qaralgan. Amma miyade adra aliyun li ikram Muhammed lam hurufi jari ikramen mecrur ikram Muhammed muzaf li ikram Muhammed jari mecrur muzaf sebep maksat to'ldiruvchi maf'ul li ajli g'ayri sarih uchuq bo'lmagan maf'uliyatlik alomati uchuq bo'lmagan maf'ul deb qarasak bo'ladi. Bir uchuq sarih g'ayri sarih degan. Bu endi ba'zi kitoblarda deydi, ba'zi kitoblarda demaydi. Inshaalloh Alloh xolasa buni yeni bir ikkinchi qitimli kitobimizda bu gaplarni tafsili deymiz. Shuning bilan maf'ul li ajli tugab qoldi. Maf'ul ma'ah keldik. Mef'ulun ma'hini o'qildik qalbamo. Endi o'qimaydi to'xtaylar. Mef'ulun ma'h. Endi tek saatimiz to'shmabdi, misol 9 bo'lmabdi buni. Bir saatim bo'lmadi, bu darsda 40 minut bo'libdi hozir. Mayli. Ana bugun dars o'qilmoqda deb sizga uchur qilib o'tay deb lab yana bir chiqib baxsam ejildi. Shuning bilan bugungi darsimiz mashaqcha bo'lsin. Başka suallarınla bu sorsanlar burada. Men indahu sual fel yes'al qabla yus'al. Kimnin sualı var? Soranglar. Soranglar yok mu? Tamam. Anda da bugungi darsimiz shaqchi bo'ldi. Darsning vaqtini bundan keyin nechida qilamiz? Bir qaror qilinglar qana. Men sizlar nima desanglar shunga ma'qul deyman. Men yavaşlam odam, sizlar deganlar bilan nima desanglar shun ma'qul deyman. Sana chiqilamiz hozir sal namasham asli bu dars 6 dan 8 edi. Namazdan sürülüp hozir 7:30 namazsham 7:20 o'tganda bo'lyapti. Namazdan sal tushib qolyapti. 8 bilan qilamdik yoki shamning oldida qilamdik yoki darsni 6da boshlab namozga tugutish, namoz vaqtiga oxirlashtirishimiz kerak ekan yoki sal kechiktirsak, ishni qilinglar. Qaror qilinglar. Tamam. Anda da hozircha 8da qilaylik. Bana nisbeten kaçan desanglar bo'ladi 24 saatning har qanday vaqtida 2 soat 12 desanglar mayli. Hozir namoz shu endi sal ba'zi namoz degan nimadan ish chiqib qoladi, 5 minut ilkin bo'ladi. Bir yerga borsak qatnashib sulab qoladi. Bu tonlara 8da qilaylik. Amma sizlar 7:55 ga darsga kirib bo'linglar.
8'i qılaylı. Dərisinin hürmetini qılsanlar, dərsiga obdan mənfaat qıldı. Bu her dərsinin özgü düşdük bir hürmeti oludu, onun ikram, ihtiram oludu. Dərisinin hürmeti, dərisini bir qız saqlap duruş. Dərisini bir qız saqlağandan keyin ders oqsanlar, dəris haqiqatan kallangıda yaxşı düşüdü. Amma dərs qanı sınap bakınlar, ders başlanıp boğanı dərisini kirip ders oqып bakınlar. Amma ders başlanıştın bunu dersine kirip ağzınlığa mesela başka bir gaplar, mesela başka bundalık sizlerinki zihnlerde başka nimeler olsa yoxdup, şunu bilen bir dersin ibaretlerini bir akatım okup tapqalab. Ya ki bir A'udhu Bismillah deb zikr tesbih etip dersini küçük tuğandan keyin ders başlığınınlar bilen sizlerge kılgan dersinin tesiri ve onunki sizlerge boğan özdeş nispeti bilen kelgen pete yugurgan pete vayki çıkıp kaldım da vasıflap dersinin kirgenin okşamaydı. Şuna sizler bir 5 minut burun kirip dersininki küçük hürmetini kılıp ibaretlerini bir okup bir şu zikr tesbih bilen başlasanlar dersine yaxşı özdeşli inşallah. Demesi dersimiz bugün müşahçı olsun. Kelerki salih dersimiz mef'ulun ahdim başladı. İnşallah mef'ulun ahdim başlanğanda saat 8 bilen başlaydı. Demesi Allah emanet.